Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ichki organlar, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasi haqida. Biz bugungi mavzuyimizda quyidagilarni o'rganamiz, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasining tuzilishi va yoshga oid xususiyatlari. Xo'p, ovqat hazm qilish sistemasi, ya'ni hazm kanalining boshlang'ich qismi og'iz bo'shlig'idan boshlanadi. Og'iz bo'shlig'ida ovqat dastavval fizik kimyoviy o'zgarishlarga uchraydi. Og'iz bo'shlig'imizda nimalar joylashgan? Asosan ta'm bilish organi til, tishlar, hop bundan tashqari so'lak bezlari joylashgan. So'lak bezlaridan quloq oldi, mana slaydimizda berilgan. Quloq oldi, jag' osti va til osti shu so'lak bezlari berilgan. Quloq oldi eng yirikroq bo'lib, ya'ni 25 gram, hop jag' osti 15 gram, til osti 5 gramni tashkil etadi. Bular o'zini sekretini og'iz bo'shlig'iga qo'yadi. Og'iz bo'shlig'ida ovqat fizik va kimyo o'zgarishlarga uchraydi, ya'ni tishlar yordamida maydalanadi, so'lak tarkibidagi fermentlar yordamida qisman o'zgarishga uchraydi. Bundan tashqari og'iz bo'shlig'i ikki qismga, ya'ni kirish qismi dahliz va xususiy og'iz qismiga bo'linadi. Dahliz asosan lablardan tishlargacha bo'lgan qismi, xususiy og'iz esa og'izning ichki qismida, ya'ni tishlarning ichki sohasida to til ildiz qismigacha bo'lgan qismi hisoblanadi. Hazm kanalining uzunligi asosan 8-10 metrni tashkil etadi. Uzunligi, ya'ni og'iz bo'shlig'idan boshlab ichaklar umumiy har bittasini qo'shganda umumiy hisobda 8-10 metrni tashkil etadi. Hazm qilish kanalining keyingi qismi bu tishlar yordamida maydalanadi ovqat halqumga o'tadi. Halqumdan keyin qizilungachga. Halqum bu ham nafas olish, ham ovqat hazm qilish sistemasi organi hisoblanadi. Kengaygan voronka shaklida bo'lib, u asosan 3 qismga: burun halqum, hiqildoq halqum va kekirdak halqumga bo'linadi. Keyin qizilungach boshlanadi. Qizilungach o'rta yoshli odamda 23 sm, u asosan muskuldan tuzilgan organ hisoblanadi. Qizilungachda ovqat asosan qizilungach nima qiladi? Ovqatni halqumdan oshqozonga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Oshqozon bu hazm kanalining keng qismi hisoblanadi. U asosan massasi 3 litrdan eng uzog'i 5 litrgacha boradi. Asosan o'rta hisobda o'rta yoshli odamda 3 litr. 3 litrgacha oshqozon kengaya oladi. Oshqozon 3 qavatdan tuzilgan, eng ichki shilliq, o'rta muskul va tashqi sirroz qavatlardan tuzilgan. Eng ichki shilliq qavatida asosan bezlar joylashgan. U bezlar o'zidan, ya'ni xlorid kislotaga boy bo'lgan sekret ishlab chiqaradi. U hazm qilishga yordam beradi. Bundan tashqari eng ichki qavat shilliq, o'rta muskul qavati qisqarish xususiyatiga ega. Tashqi sirroz qavati esa nima qiladi? U tashqi tomondan himoya qiladi, o'rab turish vazifasini bajaradi. Oshqozonning kirish va chiqish qismida sfinkter bor. Keyin oshqozon ichaklarga ulanib ketadi, ya'ni ingichka ichakka. Slaydimizda berilgan mana oshqozonning ko'ndalang kesmasi va oshqozonni o'sha ichakka ulanish qismiga o't yo'li tutashadi, ya'ni jigardan ostki qismida joylashgan o't qopi ingichka ichakka ochib quyiladi, ya'ni o'zini sekretini ichakka quyadi. U nima qiladi? Yog'larni parchalashga yordam beradi. Oshqozonning ostki sohasida oshqozon osti bezi joylashgan. Mana rasmda slaydimizda berilgan. Xo'p, oshqozon hazm a'zolari o'zi umumiy hisobda oladigan bo'lsak, faqat ovqat hazm qilishda ishtirok etadi, boshqa organlar vazifasini bajarmaydi. Ya'ni u hazm qilishga yordam beruvchi organ hisoblanadi. Oshqozon mana bu slaydimizda rasmi berilgan, ya'ni ichki shilliq qavatidagi muskullarni joylashishi. Muskullarga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni ichki qismi burmalarga bo'lingan, ya'ni burmalarning vazifasi oshqozon bo'sh turganda yig'iladi. Oshqozonga ovqat tushishi bilan u nima qiladi? Yoziladi, kengayish funksiyasini bajaradi. E'tibor bersak, mana kirish va chiqish qismida sfinkter bor. Sfinkter torayish xususiyatiga ega, ya'ni ovqat tushishi bilan sfinkter avtomatik ochiladi va ichaklarga ulanish qismida ham sfinkter bor. Sfinkter masalan bo'shash hisobiga ovqat ichaklarga o'tadi. Bu slaydimizda mana hazm a'zolarining yuqori qismi berilgan. Mana so'lak bezlari, tishlar, mana sariq rangda o'sha berilgan, ya'ni quloq oldi bezi, jag' osti va til osti bezlari berilgan. Ular o'zini o'sha hazm suyuqligini og'iz bo'shlig'iga quyadi. Og'iz bo'shlig'ida muskullar rivojlangan, yaxshi rivojlangan, ya'ni og'izni aylana muskuli atrofida
o'sha turli xil harakatlarni bajarishga yordam beradi. Bu yerda ham yuqori o'sha hazm kanalining yuqori qismi berilgan, ya'ni hazm qilishga yordam beruvchi qismi. Mana tishlarning shakli bizga ma'lumki, tishlar ham sut tishlari va doimiy tishlarga bo'linadi. Sut tishlari asosan 20 ta bo'lib, bolani 6-7 yoshida tushib, ular doimiy tishlarga almashinadi. Og'izda asosan ta'm bilish organi til hisoblanadi. Tilning ustki qismida bir qancha ta'm bilish retseptorlari joylashgan, ya'ni ta'm piyoschalar joylashgan. Ular asosan bir qancha ta'm bilish retseptorlari, ya'ni 6 tadan 4-6 tagacha ta'm bilish retseptor, ta'm bilish piyoschalar joylashgan. Ular ta'mni, ya'ni achchiq, shirin, nordonni ajratib beradi. Hazm kanali mana ingichkalashgan shakldagi, ya'ni bu qizil o'ngach. Uzunligi 23 cm, oshqozonga tutashgan. Oshqozonning ikkinchi nomi me'da deb ataladi va mana ichaklarni berilibdi. Ichaklar asosan ingichkacha, eng uzuni ingichkacha hisoblanadi. Hazmni eng ko'p o'sha qilinadigan qismi ham ingichkacha hisoblanadi. Uning uzunligi o'sha katta odamda 2,5 mm dan 4,5 mm gacha boradi. Ichakning o'sha nimasi, ichakning asosan ingichkachaning ichki qismida asosan varsinkalar bo'ladi. Bu mana slaydimizda yo'g'on ichak berilibdi. Varsinkalar bo'ladi. Varsinkalar asosan nima qiladi? Varsinkalar hazm qilishga yordam beradi. Ichki devorda asosan varsinkalar bo'lib, varsinkalar asosan hazm qilib beradi. Ingichkacha bilan yo'g'on ichakning farqi, ingichkachada varsinkalar soni ko'p bo'ladi. Asosiy hazm o'sha ingichkachada. Yo'g'on ichakda esa varsinkalar soni kam bo'ladi. O'shaning uchun ularda asosan nimalar? Kraxmal so'riladi va oxirgi qoldiq moddalar so'riladi. Va bu slaydimizda mana yo'g'on ichakning rasmi berilgan. Yo'g'on ichak asosan 1-1,5 metr keladi. Kengligi esa 5-6 mm. U ingichka ichakka nisbatan bir qancha keng bo'ladi. Yo'g'on ichak tashqi qavatida mana sariq rangda berilgan, u yog' o'sha hujayralari, yog' to'qimalari hisoblanadi. Hazm kanalidan yana biri, o'sha hazm organlaridan yana biri bu jigar hisoblanadi. Jigar bu odamda eng katta organ hisoblanadi. Ya'ni og'irligi jihatidan birinchi o'rinda turadigan organ hisoblanadi. Jigar asosan o'rta hisobda o'rta yoshli odamda 1500 gram keladi. Bu jigar insonda juda ko'p funksiyalarni bajaradi. Ya'ni nima? Qonni filtr qiladi. Bundan tashqari uglevodlarni, ya'ni glyukozani glikogen holatda saqlaydi. O't suyuqligini ishlab chiqaradi. Bir qancha organizm, ya'ni qon deposi hisoblanadi. Qon zaxira holatda jigarda saqlanadi. Inson organizmida bir qancha funksiyalarni bajaradi. Mana o't qopi berilgan. O't qopi bu asosan yog'larni emulsiyalab beradi. Bizning organizmimizda eng qiyin parchalanadigan narsa yog'lar hisoblanadi. Uglevodlar ham og'iz bo'shlig'i qisman parchalanadi. Oqsillar masalan inson organizmida parchalanadi, lekin eng qiyin parchalanadigan yog'lar hisoblanadi. Yog'larni o'sha o't suyuqligi parchalab, emulsiyalab bergandan keyin varsinkalar uni osonlik bilan so'rib, hazm qilib yuborishadi. Bugungi o'sha mavzuyimiz doirasida o'tiladigan mavzular shular. E'tiboringiz uchun rahmat.